Assalomu alaykum aziz obunachilar. Ko'rdinglar, vaziyat juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Men o'zimning Alice Journey'imni Advanced Journey'ga o'zgartirdim. Bu Advanced Journey'da nimalar bo'ladi? Nimalarni o'tamiz? Eng qizig'i, bu Alice'dan qanchalik farq qiladi? Bu farq qilishi juda katta. Bu bizga faqatgina ingliz tilini o'rgatmaydi. Bizga ingliz tilini qanday foydalanishni o'rgatadi. Shuning uchun ham biza birinchi darsimizni bilasizlar, va'da berganimdek, Laser B1 Plus'ni kitobidan boshlaymiz. Men bu kitobni obzor qilganman va bu kitobdan teng yarim ishlaymiz. Bugun bitta unitda teng yarim ishlaymiz va biza B1 plusdan B2 plusgacha grammatikalar to'plami bor menda. Shuni biz o'tamiz. Grammatikalar juda ham mukammal va juda ham tushunarli bo'ladi. Hammamiz birgalikda oson va tez o'rganishga tayyormiz. Obunachilar, agar sizlar tayyor bo'lsanglar, let's go. Okay. Birinchi o'rin mavzuyimiz bu albatta Laser B1 Plus'dan boshlaymiz. Laser B1 Plus nima? Qaranglar. Biz sizlar bilan bugun Laser B1 Plus Student Book ham bor. Uni workbook ham bor. Okay. Bizlarning rejamiz birinchi bitta unit bu kitobdan, asosiy kitobdan, keyingisi workbook'idan. Chunki workbook bu kitobda ishlaganimizda mustahkamlaydi. Okay? Biza boshladik. Uni unitlari juda oz. 15 dan keyin bo'ladi. Biz uni tugatib yuboramiz. Okay, jigarlar. Birinchi mavzuyimiz family ties. What is that family ties? What does it mean, family ties? We just really want to translate this sentence. Okay. What will we do? We just say that using translator, and we just explain this that no, this is wrong way. No, I just translate family ties. What is that? Duranglar. In Uzbek means duranglar. Okay, full. Oilaviy rishtalar. Yes, family relationship. Okay. This means that, especially family things means family relationship. If you understand, I can just explain this. Okay. Qaragan bo'lsanglar, start thinking. O'ylashni boshlaydi deyapti. Ya'ni bizlarga savol bergan uji. Speaking boshlanish ko'rasizlar. Kirish bilan speaking boshladi. Oldin biz bunga qarab qo'yaylik. In this unit, bu unitda we are going to read about different families. Listen to teenager describing their families, speak about our families, write an informal letter, study present tense. Ya'ni bu unit bizga shu narsani taqdim qilar ekan. Turli xil oilalar haqida o'qish va teenagerlarning ta'sirlashini eshitish, oilasi haqida va oila haqida gapirish va informal letter yozish va present tense zamonlari. Okay. Start thinking deyapti. O'ylashni boshladik. Biz bu kitobni mukammal tugatishga harakat qilamiz. Inshaalloh mukammal tugatamiz. Do you have a large family? How many of you are there? Ya'ni birinchi savolning o'zida bu family haqidaligi uchun mavzu ham family haqida. Sizda katta oilangiz bormi? Ular qanchani tashkil topgan? Endi nima deymiz? Biz unga short answer beramiz. Short answer. Chunki u bizdan long answer kutmayapti. Shuning uchun ham aytishimiz mumkin. Yes, I have an extended family. They consist of 13 people. They are very kind and welcoming. Every time they support me.
Okay. Buni biz gapirib oldik birinchi savoliga. Ya'ni aytdikchi, biz aytdik, yes, I have a extended family. Mani katta oila bor. They are consists of, especially they consist of 13 people in my family. They are very very calming and friendly, and every time they support me. Okay, bu answerni biza berdik. Keyingi, does your family all live together? Har bir oilangiz birga yashaydimi? Ya'ni hammanglar birga bitta yerda yashaysizlarmi deyapti. Nima deymiz? Misol uchun mani ankallarim boshqa yerga ko'chib ketishgan. Birga yashaymiz. Shuning uchun men shuni aytaman. No, I don't support that. I don't live with all levels, especially my levels don't live together. For example, my uncle moved another home last year, and also my next uncle moved also. But now we are living in our home, especially our home is called Katta Ishik. Therefore, every holidays, my uncles visit our home to see my grandma or our family. Okay. Yani bunga ham biza javob berdik. Yani does your family all live together? Har bir oilangiz birga yashaydimi? Yani biza uni short qilib aytversak, no, my family don't live together, especially my family doesn't live together because my uncle moved another home last year, and also my little uncle also moved to another apartment. Therefore, nowadays, only my dad and my grandma remain at our home and we live together with them. Okay. Biza bunga ham javob berdik. Keyingisi nima deyapti keyingisi? Keyingisi, do you have many cousins? Sizda ko'p amakivachchlaringiz bormi? Oh my gosh, ularni sanab вообще sanash qiyin. Nechta bo'lishi mumkin? In reality, I have a okay, I have a 19. No, no, no. I have a 9 cousins. Yes. Yes. I have many cousins. They are 9. Their names was very different with each other. Especially they are very friendly, and also every time they stand by me through secrecy. Therefore, every time I respect my uncles. Okay, tushundinglar? Endi biz endi bu answerni juda ham short qilamiz. Endi aytishimiz mumkinki, yes, I have many cousins. They are 9. They are very kind and also they are welcoming. Therefore, every time they stand by me through thick and thin. Okay, okay. Biza juda tugatdik. Start thinking. Endi keyingisi reading. Endi aytyaptiki, read the magazine article. Bu ya'ni bu maqolani o'qing. Which family sounds most like your which family sound most like yours? Qaysi oila sizning oilangizga o'xshaydi? Okay. Biz endi shu readingni o'qiymiz ekan, hammamiz birgalikda. Bu readingni o'qishdan oldin, hop, birinchi o'qiymizmi? Birinchi o'qib biz o'pdi. Okay. O'qiymiz, davay. What is your family like? Sizning oilangiz kimga o'xshaydi? We ask each other this question because we know that families come in all shape and size. Biz sizdan juda ko'p savollar so'raymiz, chunki har bir oila har xil tomondan keladi, nima deydi? Har xil bo'ladi hamma oila, bir xil bo'lmaydigan ma'noda. Jefferson, our roving reporter, interviewed 5 teenagers and asked them to tell him about their different families. Jefferson, bizning hisobotchimiz, u 5 ta
beshta nima deydi, yosh insonlardan, ya'ni tinejerlardan savollar so'radi va bularga va ular deyapti oilasi haqida gapirib berishdi, o'zlari oilasi haqida unga. Yana birinchisi o'zi boshladigan birinchi odamdan, uning nomi Joshua Palmer. These winter are cold in Canada. Ya'ni Kanada qishda juda sovuq bo'ladi. Ammo Josh Palmer likes it. Ammo Josh Palmer buni yoqtiradi. Josh the way, that way va shu yo'lda, ya'ni buni to'g'ri tarjima qilsak-chi, the winters are cold in Canada, but Josh Palmer likes it that way. The winters are cold in Canada. Kanadada qish juda ham sovuq bo'ladi. Ammo Josh Palmer buni juda ham yoqtiradi. Josh va uning akalari, Josh and his brother, all seven of them have their own ice hockey team and they practice every evening. Ya'ni aytish bo'yicha Josh va uning akalari 7 ta bo'ladi. Ya'ni Josh o'zi va 7 ta akasi bor. Ularning shaxsiy ice hockey jamoasi bor va ular har kuni kechki paytda mashq qilishadi. It is great fun, but it is not always easy being in a large family. Bu juda ham quvnoq, lekin ba'zida it is not always easy being a large family. Katta oilada bo'lish unchalik ham oson emas. Albatta, we help each other with problems. Albatta biz bir-birimizni muammoyimizga yordam beramiz. Joshua shuni aytadiki, mening katta akalarim menga vazifa qilishga yordam beradi ba'zida. Eng yaxshi tomoni shundaki, the best thing is that, eng yaxshi tomoni shundaki deyapti, there is always somebody there to play with or to go out with. Har doim kimdir to play with, men bilan o'ynaydi yoki men bilan tashqari chiqadi. Eng yomon tomoni shundaki deyapti, I share a room with Tom. Men xonamni Tom bilan bo'lishaman. He is the youngest, eng yoshi. He plays music when I studying and it really annoy me. U deyapti musiqa choladi deyapti qachonki men dars qilayotgan paytimda. Bu juda ham og'ir botadi. Ya'ni bu unga yoqmaydigan bu harakati. Okay, biz buni tarjima qilib oldik. Ya'ni tushundik asosiy ma'noni. Josh Palmer demak qishda yaxshi ko'rar ekan. Garchi Kanadada qish sovuq juda ham bo'lsa ham va uning 7 ta akasi bor ekan. Ular shaxsiy ice hockey jamoalari bor ekan. Ular har kuni kech payt mashq qilar ekan. Bu juda ham qiziqarli tuyular ekan. Ba'zida bular shuni qiladiki, ya'ni katta oilada o'sish bu qiyin deb. Lekin ular bir-birlariga, especially biz deyapti, bir-birlarimizga yordam beramiz deyapti va mening katta akalarim menga yordam berishadi degan ma'noda. Ya'ni oxirida aytyapti, eng yaxshi tomon deyapti, sen bilan har doim birga bo'lsa, lekin eng yomon tomoni sen xonangni bo'lishasan deb aytyapti xulasi Josh Palmer. Keyingi bolamiz bu Julia Baza. Julia Baza is from the South African. She's only child. Julia Baza Afrikadan va u bir qiz. Her family is living in London at the moment because of her father's job. Uning oilasi Londonda hozirchalik yashayapti. Chunki uning dadasining kasbi shu yerda. I asked her what she think about not having any brother or sister. Men undan so'radim. Nimaga sening akang yoki singling yo'q deb o'ylamaysan deb. It is good from one point of view. I have my own room. I usually get whatever I want. Also, I'm not spoiled. Ya'ni yaxshi deyapti. Bu juda ham muhim savollardan biri. Menda o'zimning shaxsiy xonam bor va ba'zida deyapti, men nimani xohlasam shuni qilaman deyapti. Garchi deyapti,
I'm not spoiled. What is that spoiled? New vocab spoiled. We just okay. Belgilerimiz yangi wordlarni spoiled. What is that? Qaniydi? Actually get forward. So I'm spoiled. Spoiling vocab. Okay. What is that spoiled? Okay, tarjima qilamiz. Spoiled. Buzuq. What is that? Oh my gosh. Ustozda tarjima qilsa I'm not spoiled. Yani man I'm not spoiled. On the other hand, it's quite lonely. I'm not spoiled. Qaysi ma'noda kelyapti? Ay, orasida bunga yozib ko'ramiz. Chatga yaxshi aqlliroq. Uh, I'm not spoiled. I'm not what kind of spoil? I'm not spoiled. I'm not spoiled. I'm not spoiled. I'm not spoiled. What is this? Tarjima. Tarjima. Uning ma'nosi men okay, erkakman, buzilgan odatda emasman. Men yomon inson emasman deganini bildirar ekan. Garchi men yomon inson emasman. Ya'ni buni tarjima qilsak, yaxshi, bu juda ham yaxshi savol. Mening o'zimning shaxsiy xonam va deyapti, men bu yerda xohlagan ishimni qilaman. Garchi men yomon inson bo'lmasam ham. Okay, boshqa tomondan, on the other hand, it is quite lonely. Boshqa tomondan, bu juda ham yolg'izlik. Ya'ni lonely degan negativ edi shekilli. Juda ham yolg'iz tuyuladi degan ma'noda. There are a lot of time when I don't have anyone to play with. So I spend my free time on my computer. I keep in touch with friends back on my email. Okay. Boshqa bir tomondan bu juda ham yolg'iz tuyuladi. There are a lot of times menda juda ham ko'p vaqtim bor. Boshqalar bilan sarflagan, lekin hech kim yo'q. Shuning uchun ham men deyapti bo'sh vaqtimni kompyuterimda sarflayman. Man deyapti I keep in touch. Man deyapti emaildan do'stlarim bilan aloqaga chiqaman. Mening do'stlarim, my friends are always complaining about their younger brother and younger sister. Mening do'stlarim har doim o'zlarining yosh opalari va yosh akalari haqida nima deydi? Complaining about degani shikoyat qilishadi. But ammo but I think it is good to have someone who loves you like that. Ammo deyapti, men o'ylashimcha deyapti, sen bilan seni yoqtiradigan va seni sevadigan inson bu juda ham yaxshi deb. Ya'ni buni asosiy foydasi o'qib bo'ldik-ku, asosiy anaqasi fikri shuki, bu deyapti joyli bo'ldir. Afrikadan ekan, u yolg'iz ekan va ular deyapti, dadasining kasbi tufayli Londonga ko'chib borishgan deyapti. Va deyapti, bu hisobotchi buni savol berib, nima uchun yoqtirmaysan deb, nima uchun u haqida negativ o'ylamaysan, bitta o'g'ilsan-u, boshqalarni o'ylamaysanmi degan ma'noda u aytibdiki deyapti, ha deyapti, meni xonam bor, lekin men ba'zida zerikib qolmayman, lekin ba'zida shunaqa paytlar keladiki deyapti, juda ham yolg'iz bo'lib ketadi. Ayniqsa men vaqtim ko'p bo'lishiga qaramasdan kim bilan sarflashni to'g'risi bilmayman. Va deyapti, ko'pincha deyapti, agar shuning uchun ham ko'pincha deyapti, men internet orqali do'stlarim bilan suhbatlashaman deyapti. Mening do'stlarim har doim sisterlar haqida va brazlar haqida shikoyat qilishadi, lekin men o'ylashimcha, seni sevadigan inson bo'lish bu juda yaxshi degan ma'noda aytyapti. Okay. Keyingisi Scott White. Scott White. Okay. Scott White
lives with his father in New York in USA. Scott life New Yorkda, ya'ni Amerikaning New York shahrida uh, adasi bilan birga yashaydi. Scottning ota-onasi, Scott's parents are divorced and his mother has remarried. Ya'ni Scottning ota-onasi ajrashgan va uning onasi qaytadan turmushga chiqqan. Scott shuni aytadiki deyapti, he gets on really with his step brother and step sister. U deyapti o'zining o'gay akasi va o'gay singlisi bilan juda yaxshi chiqishini. Um, Mom, mom and dad are still friends. Mening dadam va mening onam hali hanuz do'stlar, which is great. Qaysiki bu juda ham zo'r. Ularning do'st bo'lishi juda ham yaxshi deyapti. I live most of the year here with my dad and spend every summer with my mom. Man deyapti, bu yerda ko'p yillar dadam bilan birga bo'lamiz, lekin ba'zida deyapti, har yozni o'tkazgani Chicagoga onam onamni uyiga boraman, ya'ni onamni o'tkazar ekan, ya'ni u deyapti, har sambarda yozda Chicagoga onasini vaqt o'tkazgan borar ekan onasi bilan. It is like King sentence. It is a bit like having two families. Bu deyapti, ikkita familisi borga o'xshaydi, ikkita oilasi borga o'xshaydi. I have got a step brother David and a step sister Jenica. Mening o'gay akam David va o'gay singlim Jenica. I love it. Man ularni sevaman because I don't have any real brother or sister. Chunki mening haqiqiy biological akam yoki singlim yo'q. Hozir I have got people my age who I know care about me. Ammo deyapti, hozir deyapti, manda deyapti, men haqimda qayg'uradigan insonlar bor. Ya'ni buning asosiy ma'nosi, asosiy fikri, Scott White degan inson bor ekan. U New Yorkda, ya'ni Amerikaning New York shahrida adasi bilan yashaydi ekan. Scottning ota-onasi ajrashgan ekan va uning onasi qayta turmush chiqqan ekan. Scott shuni aytadiki deyapti, uning step brother va step sister bilan juda yaxshi chiqishar ekan. Uning dadasi va onasi juda ham do'stona va bir-birlariga yaqin ekan. Bu juda ham Scottga yoqib tushar ekan. U shuni aytadiki deyapti, men ko'p yillar va ko'p mavsumlar dadam bilan sarflayman, lekin har yoz deyapti, men deyapti Chicagoga onam bilan sarflagan boraman deyapti. Bu deyapti ikkita oilasi borga o'xshaydi. Mani o'gay brazerim David va o'gay sisterim Jenika deyapti. Men bularni sevaman, chunki deyapti, menda biological akam yoki ukam yo'q. Agar deyapti, lekin hozir deyapti, menda men haqimda qayg'uradigan insonlar bor degan fikrda. Keyingi, being adopted is difficult for me, for many children. Ya'ni boqib olinish deyapti, ko'p bir yoshlar uchun, ko'p bolalar uchun juda ham achinarli, yomon. Elizabeth miscalled. Elizabeth Miscall thinks she's very likely. Elizabeth Miscall shuni o'ylaydiki, u o'zini omadliman deb o'ylaydi deyapti. She has a loving family who treat her and her brother and her sister and everything. Uning deyapti, sevimli oilasi bor deyapti. Ular unga va uning brazeriga va sisteriga birdek mehr beradigan. Ba'zida sometimes I wonder about my real family but not often. Ba'zida deyapti, men o'zimning haqiqiy ota-onam haqida o'ylayman deyapti, lekin ko'p emas deyapti. This my family, bu mening oilam, this my family and I don't wanna live anywhere. Bu mening oilam va boshqa yerda yashashni xohlamayman. I love my parents. Men ota-onamni sevaman, va akalarimni sevaman, ukamni sevaman, singlimni sevaman. Insonlar mendan people ask me question about being adopted. Insonlar mendan boqib olinish qanday bo'lishi haqida so'rashadi.
ammo deyapti, but it is just the way our family is. But it's just the way our family is. I know they are love me and I love them. Ammo deyapti, it is just the way our family. Nima degani endi? It is just the way our family. It is just a way. It is just a way our family. Our family. Our family deb aytyapti oxirida our family is. Tarjima qilib kelsinchi. Uning ma'nosi shuki, it is just a way. Bu shunchaki bizning tabiat shunaqa. Ha, bizning tabiat shunaqa degan ma'no bo'lar ekan. Lekin deyapti, bizning tabiat shunaqa deyapti. Men deyapti, bilamanki deyapti, ular hammasi meni sevadi va meni akalarimni va ukamni sevadi, singlimni sevadi. Ya'ni buni asosiy ma'nosi, ya'ni aytish bo'yicha boqib olinish deyapti. Ba'zi bolalar uchun juda ham achinarli. Lekin Elizabeth Misgold o'ylaydiki deyapti, u juda ham omadliman deb. Chunki hozirda uning sevimli oilasi bor. Ular unga va uning ukasi va singlisiga birdek mehribonlik qiladi. Ba'zida deyapti, u rostdan xohlaydi uning ota-onasi haqida. Ammo deyapti, ko'p emas deyapti. Mening oilam deyapti, mening oilam. Men bular bilan yashashni xohlamayman. Ya'ni uning oilasi bor ekan, lekin ular bilan yashashni xohlamaydigan haqiqiy oilasi bilan. Men o'zimning akamni, ota-onamni, singlimni sevaman. Insonlar mendan savol berishadi, hali boqib olinish qanday ekanligi haqida, lekin aytamanki, bizning oila juda ham tabiati boshqa oila va men ularni sevaman va ular ham bizni sevadi degan ma'noda Elizabeth Miskolga xabar yozibdi. Okay, keyingisi oxirgi reading. Uni aytishicha, I have got a brother, a step-sister and half a brother, says American or Australian. Manda, mani akam va o'gay singlim va deyapti, bitta deyapti, half brother'im bor, ya'ni biological brother'im bor. Says Meta aytadi. Avstraliyada Meta aytar ekan, mani bitta akam va o'gay singlim va meni half brother'im va biological akam bor demoqchi. U juda ham it sounded strange and bit complicated. U juda ham noqulay va u juda ham g'alati va juda ham complicated, qiyin tuyuladi. Ammo deyapti, bu rostdan ham, ammo but it isn't really. Ammo bu rostdan ham emas. Mening akam deyapti, mendan my brother is years older than mandan bir qancha yosh katta deyapti. U deyapti va men deyapti dadamning birinchi turmushidanmiz deyapti. Ya'ni dadasining birinchi turmushi har brother bo'lar ekan. First message after me keyin after my mom and my dad got divorced, keyin mening onam va mening dadam ajrashdi. Dadam deyapti Tinaga uylandi. Unda hozir Liza degan qizi bor. U mening o'gay singlim bo'ladi. After a couple of years, bir necha yildan keyin Gavin was born. Gavin tug'ildi deyapti. U va men deyapti bir xil biological fatherdamiz deyapti. Dadasi bitta ekan ikkalasini ham. Ammo deyapti onamiz har xil deyapti. Shuning uchun ham deyapti biz deyapti half brother deb nomlanamiz. Ya'ni biological dadasi bor degan ma'noda shunaqa deb nomlanar ekan. Hech kim deyapti qayg'urmaydi deyapti. They are all just kids together in a big family. Oiladagi bolalar haqida. We all hozir tarjima qilamiz. Nima demoqchi? We are all just kids. We are all just kids. We are all qani we are all qayerga o'tdik?
Just kids together in a one big family. You mean bizning hammamiz bir necha oilada birga yashaydigan bolalarimiz. Biz hammamiz katta bir oilada birga yashaydigan. Ya'ni buning ma'nosi, bu gap ma'nosi bizning hech kim biz haqimizda qayg'urmaydi va biz hammamiz bitta oilada yashaydigan bolalarimiz. Okay. Biz birinchini o'qib oldik, birinchi aytganini va ikkinchi mashqqa o'tamiz. Ikkinchi mashqqa aytyaptiki deyapti. Look at article again. Article yana qaytang deyapti. Yani reading yana qayting deyapti. Ammo deyapti, o'qimang deyapti. Faqatgina muhim joylarni o'qishingiz mumkin deyapti. Qaror qabul qiling. Qaysi biri true va qaysi biri false deyapti. Okay, biz hozir ko'ramiz. Biz uni ekran 2 bo'lamiz. Ekran 2 bo'lamiz. Va biz tekst olib o'tamiz. Tekstni yangi pej ochtirib yozib qo'yamiz. Laser B1 plus one day, birinchi kun. Okay, jigarlar, qaranglar. Birinchisi aytmoqdaki, birinchisi Josh deyapti. Xonasini o'zini birazi bilan bo'lishga yoqtiradi deyapti. Ya'ni Josh yoqtirar ekan. Ya'ni to'g'rimi, xatomi? Ya'ni Josh o'zining xonasini akasi bilan yoki ukasi bilan bo'lishni yoqtiradi. Josh qayerda? Josh yoqtirgan yoqtirmay qarang. Aytamiz. Yoqtirmas ekan. Misol aytsa mana false chiqadi, chunki the worst thing is that I share room with my Tom. Ya'ni eng yomon tomon shundaki men xonamni Tom bilan bo'lishaman. Bu degani realni false degani. Yozib qo'yamiz false. Ikkinchisi, Julia sends message to her family back home. U deyapti, uydan o'zining oilasiga xat yuboradi. U menimcha false, chunki u o'zining oilasiga emas, aytgan do'stlariga, ana I keep in touch with friends degan. Oila demagan, shuning uchun ham bu yana false. Va keyingi severni bersak, keyingisi bu Scott deyapti, uning deyapti yangi akasi va singlisini yoqtiradi. Mana Scott yoqtiradi yangi akasi va singlisini. Okay, Mom and Dad are friends which is like most of his mother. I've got a sit down and so I love date because I don't have always now I got it. Okay, yoqtirar ekan, turur ekan, chunki meni aytdiki deyapti. Manda deyapti, men haqimda qayg'uradigan insonlar bor deyapti. Men ularni yaxshi ko'raman deymani aytyapti. Davay, 3 ga true. 3 ga true bo'ldi. To'rtinchi savol qanday? To'rtinchi savol, Elizabeth feels different from the other in her family. Elizabeth deyapti, o'zining oilasidan boshqa turadi deyapti. Ya'ni Elizabeth bu inson oilasidan ajralib turar ekan. Yana shunaqamikan? Unaqa emas shekilli, menimcha false shekilli. Qarasanglar, difficult to manage for children. Elizabeth Miss Call is seeing search for has a love and family to her and rather I have this my brother. Yo, bu false. Chunki bu turlicha ko'rinmaydi oilasida. Okay, shuning uchun ham bu false. Keyingi savolga o'tsak, aytyaptiki deyapti, Matt deyapti, oilasidagi muammolar haqida qayg'uradi deb. Rostdan ham qayg'urarmikin Matt? Matt degani mana qayg'urmaydi menimcha. U false, chunki deyapti, hech kim deyapti really cares. G'afurlik qilmaydi, qayg'urmaydigan deyapti. Davay, 5 ham just false. Okay. Biz qancha ikkinchi mashqqa, ikkinchi exercise o'qiymiz. Endi biza uchinchi mashqqa o'tamiz.
Üçüncü mashq nima haqida? Faqat suv ichib olib boshlaymiz. Okay, we are so ready for this one. Therefore, I'm gonna start this one. Okay. What are you talking about? This? What are you talking about? Okay, birinchisi savollar reading parsiga, ya'ni yaxshi ovozim aytyapti deyapti. Savollar parsli savollari reading parsli maqolani qayta o'qing deyapti. Agar birdan 10 gacha savollarni tanlang, qaysi bir A yoki E insonlar deyapti. Bittadan ko'p tanlashi mumkin deyapti. So degan more than once, yes. Bittadan ko'p tanlashi mumkin deyapti. Okay. Biz o'qidik. Ya'ni agar o'zi o'qib ko'ramiz, hatto o'qigan bo'lsak, biz shu savollarga javob berishimiz kerak. Birinchi savol nima deyapti? Birinchi savolga hamma narsa bog'langan. Okay. Qaysi oila bo'lishi mumkin? Aytyaptiki deyapti. Which of the people deyapti. Qaysi insonlar deyapti, qaysi oila deyapti. Uning has a family members, oila a'zolari bor, ular bog'langan emas. Oila a'zosi bor, lekin bog'langan emas. Qaysi oila a'zosi bor? Birinchisi garanti D bo'lsa kerak. Birinchi D, chunki u D aytganki, men u boqib olinganini aytgan. Va yana kim bog'lanmagan? Uning oila a'zolari bog'lanmagan o'ziga. Birinchi step sister, uchinchi mashqni, uchinchi exercise, birinchi ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, oltinchi, yettinchi, sakkizinchi, to'qqizinchi, 10-chi demak. Birga nima ekan? Birga demak birinchi bo'lib D. Keyingisi nima? 2 ga. 2 ham shunaqa bo'ladi, bir xil savol bo'ladi. 2 ham, chunki ikkinchi roman bor, bog'lanmagan. Misol uchun bu mumkin. Bu o'zing bog'langan menimcha. Va kim bor? Bu-chi. Okay, o'qiyapmiz a, samolyotni. Ha, skanning qilamiz. Bunda yo'q ekan. Demak, bu. Agar bunda bo'lmasa, bunda ancha bor-da. Savolni qayta o'qiylik-da. Scott, ya'ni mondadi. Uning oilasi deyapti. Are not biological. Ba'zilari biological bo'lmagan. Birinchida sev demayaptimi? Olmasgan. Keyingisi. Okay. Scanning qilyapmiz a. Okay, bu yerda yo'q. 2 dan yo'q bo'lsa, demak, qaysidan bo'lishi mumkin? Shu C ekan keyingisi. Yomon chiqib ekan o'zi. Step sissalarim bilan yaxshi chiqishaman deyapti. Uchinchisi, bu degani menda ukalar, o'gay sisterlar bor degani. Uchinchisi ham savol ham bir xil, ya'ni o'zgargani yo'q. Tushamiz pastga, bu shunaqami? I have got a big brother, shu. Chunki faqatgina bitta biologika ulanib qolganlar bor, qolganlar ulanmagan. Shuning uchun ham biz uni yozamiz E deyamiz. Okay, biz keyingi savol o'tishga tayyormiz. Keyingi savol nima? Savol tarkibida kim deyapti, oilasi haqida yomon tomonini aytdi. Kim inson oila haqida yomon tomonini aytdi? Men birinchisini aytaman, chunki deyapti, katta oilada yashash bu oson emas deb aytyapti. Shuning uchun ham A'ni tanlaymiz birinchi bo'lib. Kim yana oilasi haqida aytdi? Va keyingisi menimcha bu inson shekilli, Elizabeth, chunki deyapti, xohlayman dedi ko'rishdi o'zini real parentsimi. Shuning uchun ham D yozamiz yana.
Okay. Uchinchisi, har xil vaqtda va har xil joyda yashaydi. Bu kim? Biz u artiklni o'qiganimiz uchun oson tuyulyapti. Bu s, chunki deyapti, man deyapti, ko'p yilimi vaqtimi deyapti. A, Amerikani New York shahrida o'tkazaman deyapti, lekin yozda deyapti, ketaman deyapti Chicagoga. Shuning uchun ham biz C qilamiz. Okay. Okay. Keyingisi 7-chi savol. Caesar's famous simpler than seems. Ularning hayoti deyapti, ko'ringanidan deyapti, soddaroq aytdi. Soddaroq dedi. Kim o'yladi soddaroq ko'ringanini? Ular bitta aytish kerakmi menimcha? Bitta. Topish kerak endi. Qarab chiqinglar, men skaner qilyapman o'qimasdan. Atama aska. Okay, B. Chunki hayoti zerikarli, soddadan ham sodda ko'rinadi. Juda ham. O'zini yo'g'i boshqa kechgan ko'chib. Daraxtni kasb tufayli. 8-chi savol bu men bilgan savol kerak. Has moved to another country with their family. Ular o'zining oilasi bilan boshqa yerga ko'chib ketish. Menimcha bu ham B. Chunki ular ko'chib ketishgan. Boshqa mamlakat darasi tufayli. 9. What is called 9? 9 nima deyapti? Does know their biological parents. O'zining haqiqiy ota-onasini bilmaydigan. Bu menimcha D. Chunki o'zini bilmaydi darami. Kim darami, kim ona bilmayman degan savolni aytdi. Keyingisi bu 10. Take part in group activities. Ularning oilasi bilan ko'p guruhlarga qo'shilmoq. Mana u oilasi bilan haqiqiy jamoatga qo'shilgan. Shuning uchun A deymiz. Okay. Endi nechinchi exercise'ga ketdik? Menimcha bizda word box ketdik. Word box. Yozamiz words box deb qo'yamiz. Birinchisi bu yerda maqoladagi so'zlarni yoki artikellardan o'qing deyapti va deyapti bu yerda yordam beruvchi so'zlarni qo'ying deyapti. Qaysi so'z mos? Okay, boshladik. Birinchisiga qarshi. Birinchisi it will be fun. Bu juda ham kulgili. I have a browser so to be. Akang bo'lish qiziqarli-da deyapti. Yolg'iz bo'lishdan ko'ra deyapti. Chunki only child bo'ladi menimcha. Only bitta bo'lishdan ko'ra ko'p inson bo'lish yaxshiroq degan ma'noda. Only child. Okay. Keyingisi. Lisa gets what she wants. She's becoming very selfish and I think she's a bit. Lisa deyapti, xohlaydi deyapti qilishdi, lekin u deyapti faqat considerable about herself, o'zini o'ylaydigan va deyapti ba'zida deyapti biroz deyapti spoiled menimcha. Spoiled. 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 Spoiled emas. Keyingisimi spoilmidi? Spoiled. 3. Mening ota-onam divorce bo'yicha ajrashgan va deyapti mendan ham har hafta ko'raman uyimizga. Shuning uchun ham my mom are divorced.
keyingisi tur. My mom met a man. Mening onam deyapti bir kishi bilan uchrashdi o'tgan yili deyapti va u deyapti u qayta turmushga chiqdi. Remarried. Remarried. Evet, beshinchisi mening dadam marriedning Saraning Mazaga turmushga chiqqan deyapti va Sara mening stepsisterim. So'z o'zidan ko'ra bilvosita bo'lar ekan ma'nosi. 6. It is important to grow up and a part of the qaysi familyada yashashlik sani o'stiradi. Bu menimcha loving family shekilli, ha? Loving family. 9. Okay. 7. I don't know your men bilmayman sen kimligingni. Do you know what I find real parents? Man sani deyapti boqib olinganligini bilmasdim desa kerak. Menimcha I didn't know you were shunaqaligini. Adopted bo'lsa kerak. Adopted menimcha, ha. Adopted. Just interesting. Bayana savol beryapti. Did you enjoy reading this article? Yes, I really enjoy this article because it is very education and I learned many English words the progress of the reading, especially the paragraph third page was very good and especially I just fascinated by this question. Thank you for attention. Okay, and the king said, did you learn anything? Yes, I learned how to make a decision quickly and how to train brain in an effective way. In many cases, I just try my goals. The lesson started anyway, yeah. The way King said, can you? I need nechtamiz bor ekan. Nechta olib chiqgan? 3 4. Hatta shu bizani qilib qo'yishimiz kerak ekan. Grammatika ham bugun kelgani qaranglar. Bugun shu o'tamiz grammatikani xullas. Grammar killing present zamonlari. Look at the grammar debates page va 159-161-yerdagi grammatikaga qarab chiqing deyapti. Qaraymizmi shu grammatikaga? Okay, qaraymiz menimcha. Qarab, bularga javob berishga harakat qilamiz. Okay, keyin buni bajarganimizdan keyin nechta qoladi? 1 2 3 4 5 6 bet qiladigan bajarganimizdan keyin. Okay. Shuning uchun ham biz короче buni bajaramiz a 159 ga o'tamiz. 159. Okay, where is 159? Okay, mana 159. Mana shu 159 shu. Boshlandi xullas. Boshlanib ketdi. Present simple va present continuous zamonlari. Present simple formulasi hamma bo'ladi. Positive I am bo'ladi, you were bo'ladi. Qaysi zamoniki bu? Okay. To be'niki ekan, to be'niki hamma biladi. The you ga bor va qisqartmalari shunaqalar, negative question shunaqa bo'l oson. Regular verbs, notory fe'llar, menimcha, to'g'ri fe'llar. I work bo'ladi, I works. Negative you don't, you doesn't va do you work. Okay, bizlar negativni ko'p bo'ldi regular verblar. Endi qanday ishlatilishi? The present simple is used to talk about habits. Present simple deyapti, odatda deyapti. Odatlar haqida gapirib aytishda ishlatiladi. Misol uchun odatlar haqida mening dadam mashinani minadi. Mening dadam my father drives to work.
menda ishlash uchun mashinani mindi. Mana bu deyapti. It's to talk about odat bo'lib qolgan. How often things happen. It rains almost every day. In the rain first, or it happens. There are no stable principle. Okay, how what happens? Ko'p sodir bo'ladigan narsalar. Endi misolni qaranglar-da. Rainfall esa deyapti, har doim deyapti, yomg'ir yog'adi deyapti. Agar yomg'ir yog'masa deyapti, nima bo'ladi deyapti. Nima deyapti? Keyingisi ishlash qoidasi permanent situation. Umrbod holatlar. I live in North London. Man North Londonda yashayman deyapti. Keyingisi general bu deyapti, umumiy anaqada, umumiy qoida. Qoida shu ekan. Keyingisi general trust and facts, umumiy haqiqatlar va faktlar. Va general deyapman-ku. So general abilities degani umumiy qobiliyatlar. Misol uchun I play the piano. Pianino chala olaman. Va state va holatlar bilan foydalanamiz ekan. State bilasizlar, state degani love, respect, like, shular state'lar. Shuning uchun play ham kiradi menimcha. I play the piano. Gitara chala olaman. Bu general ability state mana. I know him and his brother. Uning akasi va o'zini bilaman deyapti. Keyingisi kelajakdagi vaqt jadvallari haqida. Misol uchun mening poyezdim deyapti. Bir soatda tark etadi deyapti. Meaning the future in the time clauses va deyapti kelajakdagi clauselar haqida. Misol uchun kelajakda qanday clauselar eshitganmiz? Qanaqa clauselar bor kelajakda bilasizlarmi? Bu degani if first conditional. Misol uchun if I tell you Korea, agar men Korea haqida aytsam degani I will call Korea when I see her. Qachonki deyapti, men uni ko'rganimda Korea haqida aytaman deyapti, Korea haqida. Men Koreyaga aytaman qachonki uni ko'rsam degan ma'noda. Okay. Keyingisi when we want to emphasize an action or a sequence of progress to emphasize then it actually happens. That's okay. Ya'ni deyapti, biz deyapti emphasize'ni, actionlarni xohlaymiz deyapti. Foydalanish yo'llarini bizga aytyapti. Misol uchun deyapti, your brother plays the piano. Sening akang deyapti. Sening akang deyapti, piano chala oladi deyapti. Va doesn't he deb qo'yamiz ekan. Va u ko'proq biza emphasize degani bu degani urg'u berish. Shundaymi degan tarjima beradi. Misol uchun sening akang piano chalar ekan desa, doesn't he shunday emasmi deydi. Keyingisi but he does play guitar. Ammo deyapti, u deyapti gitara chal deyapti. I know deyapti you would like a peanut butter. Sen peanut men bilaman-ku deyapti, sen peanut yomon ko'rasan deyapti. Yo deyapti, xatolik deyapti. I do like peanut butter. Men peanut yong'og'ini juda ham yaxshi ko'raman degan ma'no bildiradi. Keyingisi we don't use emphatic present with to be with the verb to be. Bizda deyapti emphasis present simple deyapti. The verb to be bilan foydalanmaymiz deyapti. Ya'ni verb to be degani emizlar bilan foydalanmaymiz degan ma'no aytyapmancha. Ketdi present continuous boshlaymiz o'zi. Present continuous hamma formula biladi. Subject plus am is are plus verb plus ing. Negative am is are negative subject plus am is are plus not plus verb plus ing. Question subject plus verb, subject plus verb. Question subject plus oh my gosh, do plus subject, emizar plus subject plus verb plus ing. Question. Okay, biza foydalanishga ketdik. The present continuous deyapti is used to talk about. Present continuous shunday holatlarda qo'llaniladi. Misol uchun action is progress at the moment of speaking. Misol uchun harakat davom etyapti. Nima deydi?
gapirish davomida bitta harakat davom etsa shuni eshitamiz ekan. Misol uchun come inside it is raining. Ya'ni biror nima gapirayotgan paytda ovozi ketsa shuni eshitamiz. Misol uchun come inside. Hozir gapiryapman it is raining. Yomg'ir ichkariki yomg'ir yog'yapti. Va deyapti vaqtinchalik deyapti keyingisi deyapti o'shani temporary series of actions. Vaqtinchalik voqealar uchun. Misol uchun men mashina haydashni o'rganyapman deyapti. O'rganyapman degan bilan bildiradi. Ya'ni u vaqtinchalik bildiradi. Keyingisi changing situation o'zgarish holatlari. Misol uchun the city is getting bigger every year. Bu shahar deyapti yildan yilga kattalashib ketyapti deyapti. Ya'ni bu kattalashlarga ham ishlatamiz present continuousda. Keyingisi annoying habits nolish odatlarimiz uchun odatda biz always bilan annoying aytamiz present continuousda. Misol uchun you are always losing your key. Shunday emasmi deyapti. Ya'ni sen deyapti muncha deyapti qachon qaramay o'zing kalitingni yo'qotib yurasan. Ya'ni buni tarjimasi sen to'xtaginasan muncha u qachon qaramay o'zingni kalitlaringni yo'qotib yurganing. Nima u qachon to'xtaydi bu? U bularmi oldin o'ylab bularmi degan o'yladi. Ya'ni to'liq tarjimasi qachon sen deyapti qachon qaramay kalitingni yo'qotgan degan ma'no bildiradi. Keyingisi definite arrangements and plans for the future. Va deyapti aniq kelishuvlar va deyapti kelajak uchun rejalar deyapti. We are having a test tomorrow. Ya'ni deyapti biz deyapti ertaga deyapti test topshiryapmiz. Ya'ni bu aniq chiqadi. Shunga rejalashtirilgan. Aytyapti some people use term present progressive instead of present continuous. Yeah, I mean the same. Ba'zi insonlar present progressive present continuous and present progressive ishlatiladi, lekin ularning ma'nosi bir xil deyapti. Check your understanding. Tushunganingizni belgilang deyapti. Which tense do we talk about the scientific facts? Birinchisi present simple. Ikkinchisi which tense do you use the phrase like the once a month. Which tense do we talk about the time situation? Ishonamiz buni. Menimcha present simple shekilli ya. Mana once a month. Böyle bir marta deyapti. Okay. Once a month. Men present perfect shekilli. Ketdi. Steady verb ko'tamiz. Ba'zilar deyapti, ba'zi steady verblar deyapti. Continent zonalarda qo'llanilmaydi deyapti. Chunki ular deyapti harakat tasvirlamaydi, u insonning holatini tasvirlaydi. Misol uchun deyapti biz aytamiz seni sevamiz deb, lekin hozir biz sevmayotgan bo'lamiz. Ba'zi bir verblar deyapti davomiy narsalarga bog'lanib qolgan bo'lar deyapti. Buning ma'nosi o'zgarish deyapti. Stative verb often refer to stative verblar deyapti 3 narsani taqdim qiladi deyapti. Birinchisi deyapti o'ylash deyapti. O'ylashga believe, imagine, understand, know. Biz shu narsalarni biza present continuous bilan qo'llanamiz. Misol uchun I'm believing you deb bo'lmaydi. I am thinking you deb bo'lmaydi. Keyingisi emotion. Emotions degani bu hissiyotlar. Misol uchun love, hate, like, prefer, want, satisfy. Bularni emotion bilan ishlatamiz ekan. Bular faqat present simple bilan o'tadi. The human senses inson sezgilari eshitish, ko'rish, hid bilish, ovoz va appearance xulq atvori sokin, reasonable appearance yaxshi tuyuladi, chiroyli va deyapti reasonable shu bardoshli. Relationship between things. Relationship narsalarning o'rtasida belong to tegishli bo'lmoq, egador qilmoq, consisted of dan iborat, jam bo'lgan, involve jalb qilgan. Look at how the meaning change when we word some of the words in context form. Agar biz kontekstni ishlatganimizda mazmun qancha o'zgarishini tomosha qil deyapti. Ya'ni this milk smells to'lam yoki qaysi bir yaxshi deyapti. The milk smellsmi? Tesiz oxirida ishlayapti. Okay. Toza ishlaymiz ekan.
Okay, biz bu yerga ketamiz. Qaysi? Which smells testing. Bu yaxshiroq. The first smells yaxshiroq. I'm smelling. I'm smelling bo'ladi. Yo. Testing bo'ladi. Uzildi. Testing bo'ladi ana. I see much better with a new glass. I'm seeing a debate tomorrow about a car. But Elvis Presley is died. It might be imaged. It might be hard things. It might mumkin deyapti. Sing. Aytyaptiki, but Elvis o'lgan lekin deyapti, biza qarab turgan bo'lishi mumkin deyapti. Men o'ylashimcha deyapti, you are warning. That's my popular. I'm thinking, okay, he looks just like his father is with his father. Looking at me up anyway. Okay, bular ahamiyatsizlar. Bitta muhimlarni belgilab qo'ydik. Keyingisi, which here is the sea and smell of yours can describe as happen now. Example, like here. You know, come over the kitchen. Okay. Keyingisi, tushunganingizni tekshiring deyapti. Which of these steady verbs play had come? Qaysi deyapti deyapti. Qaysi steady verb bo'lishi mumkin? Play eshitishlar. Sent active steady verblar. Steady verb emas, action ular. Manimcha. Action. Appearance emas. Action, birinchisi action. Birinchisi action emas manimcha. Birinchisi emotions manimcha. Birinchisi check your progress. Check prog. Okay, birinchisi bu emotion. Okay, king is which is correct. You seem worried. You are seeming worried. Birinchisi to'g'ri. You seem okay. Which of these are not? Undan keyin savol. Which of these are not steady verb? Qaysi steady verb emas? Leave, tark etmoq. Uchinchisiga topdik. Ave. Biz o'zi o'tib oldik grammatikani. Endi bizda mashq ishlaymiz. Davay ketdi. Mashqni ham boshlaymiz. Mashqni shunaqa bo'lsa o'zimizga foydaliroq bo'ladi menimcha. Flashga vaqt yo'q deydi. Okay. Biz shunaqa bo'lsa bo'ldi menimcha. Okay. Ertaga keyin katta ishni boshlaymiz. Reading bilan vaqtni olib qo'ylar, shuning uchun ko'p ishga ulgurmadik. Check progress. O'sha biza present klinikka o'tib keldik. Shuning uchun ham biz uni blok qilamiz shu betda. Blok qilish uchun biz shunday qilamiz. Bloklandi o'sha. Avvaldan shunday qilib turib Ctrl S kopiya qilamiz. Shu yerga qo'yamiz. Shu yerga. Mashqlarni ajraltirish uchun. Endi grammarnikni o'tamiz. Grammarnikini shunday grammar grammatikani boshladik. Okay. Birinchi exercise. Tushunasizlarmi, obunachilar? Ohit. Davay, birinchi nima deyapti? Birinchi aytyaptiki deyapti, o'qing deyapti, qaysi biri mos keladi deyapti. Moslang deyapti o'zi. Keyingisi gap ketdi. The hot air balloon made its first free flight in the 19 qaysimi? Ikkinchi ekan, uzr. Hammangiz bir-biriga o'xshaydi. Biz shuni qilishimiz kerak. Yana bir xil moslash. Birinchisi ketdi. The winter are cold in Canada. Hali Kanadada qish sovuq keladi.
Bu qaysi zamonda bo'lishi mumkin? Bu deyapti general fact menimcha shuning uchun present simple bo'ladi. Ya'ni present simple'ni general scientist trust. Ya'ni D. Keyingisi Joshua Palmer bu yo'lni yoqtiradi. Ya'ni bu endi qaysi feeling or situation E bo'ladi. Uchinchisi they practice every evening. Bu har kuni mashq qiladi. Bu A bo'ladi regular habits. Keyingisi to'rt uning oilasi deyapti Londonda hozir yashayapti deyapti. Shu inson kim? U inson emas, u vaqtinchalik holat bu. Shuning uchun biz C tanlaymiz. 5. My friends are always complaining about okay. Bitta olimi B. Birinchi exercise tugadi. Ko'pga qilamiz. Okay. Ikkinchi exercise boshlash tayyormisizlar? Men ko'zoynagimni taqib olay, boshlaymiz. Okay, ikkinchi mashqni bizda matching qilamiz. Qaysi emasligini. Ikkinchi exercise. Qaysi biri to'g'riligini belgilang deyapti. Our family is going on holiday to Spain every year. Bizning oilamiz har yil boryapti bo'ladimi yoki boradi bo'ladimi? Albatta boradi bo'ladi-da, shuning uchun ham biz uni goes qilamiz. Ikkinchisi, did you say you are staying with friends until your house is ready? San deyapti, u aytdi deyapti, biz qolamiz deb. Ya'ni biz are staying bo'ladi, vaqtinchalik qoladi. O'zlarini hali deydi, uylari tayyor bo'lguncha qolishadi. Shuning uchun ham are staying bo'ladi. Are staying. Uchinchisi, my sister doesn't have a car because she doesn't drive. Singlimda mashina yo'q, chunki haydash bilmaydi. Doesn't drive. Doesn't drive. Okay, uchga doesn't drive. And to'rtga people, many different kinds of people. People live bo'ladi, chunki u umrbodli hayot. Har doim yashaydi-yu, yashab turmaydi-yu. Ba'zilar deyapti va sizlar ba'zi deyapti arju bo'ladi. Chunki knowledge bo'lganda always bo'lgan bo'lardi. Okay, biz ikkinchi mashqni ishlab oldik. Uchinchi mashqqa o'tamiz. Uchinchi mashq o'zi nima haqida? Uchinchi mashq qiyinroq shekilli, navbat osonroq. Gaplarni so'zlar bilan moslab chiqing. Sen ba'zida deyapti negativdan foydalanishing mumkin deyapti. Davay, uchinchi exercise bida. Uchinchi exercise. Nima deyapti? Birinchisi mening akam va men deyapti. Nima qilamiz-da? Go'ta bo'ladi shunda. Maktabga bormoq. Go'ta boramiz. Mahalliy ikkinchi maktab tushkuliga. Sekundari tushkuliga borish ekan xullas. Eshitilyaptimi o'zim? Eshitayotgan bo'lsa yaxshi. Okay, keyingisi bu. Addishi we here until the new house is ready. Biz bu yerda yangi uy bitguncha yordamiz. O'za are living, biz yashab turibmiz. Are living bo'ladi. Uchinchisi bu I French for my trip Paris next month. I French for my trip. Ketibaman, I'm going to French with winter. Okay, so again. Okay. I'm learning French. I'm learning French bo'ladi. Chunki vaqtinchalik o'rganib turibman bo'lyapti. French borguncha. To'g'ri.
My grandparents milkshakes, but I don't. Mening endi bu menimcha negativ bo'lsa kerak. Mening deyapti, ama har doim battaniga negativ kelgandan keyin boshi negativ bo'ladi. Mening buva va buvalarim milkshake qilishni bilishmaydi, ammo men bilaman. Nima desa bo'ladi? Yoqtirmaydi deydi, don't. Who else don't? To'rtinchisi hozir nima bo'ladi? To'rtinchisi my grandfather don't like bo'ladi. Men 5 ga yetdim, uchinchi mashina. My aytyaptiki, deyapti 5 ta 1 daqiqa kuting deyapti. I try to find my keys. Men deyapti harakat qilyapman deyapti topishga kalitlarimni. I'm trying. Beshinchi anaqa esa exercise shu haqida. Oltinchi anaqa our cousin every Christmas. VC bo'ladi. Okay, see. Uchinchi mashqni qilib oldik. Endi biz to'rtinchi mashqqa o'tamiz. To'rtinchi mashq faqatgina complain bo'lsa kerak menimcha. Uni biz ko'p qilamiz. To'rtinchi exercise boshlandi. To'rtinchi exercise nima? Use the knowledge to make complex sentences. Gap to'ldirish uchun tanlab chiqing deyapti. Notlarni. My brother there always is complaining about. Shunday yozamizmi endi? Yozamiz. My brothers are always complaining complain about me. Me bo'lsa yoqqa to my oh my gosh. Ikkinchi qaytib keldim. In our house we are nima bo'ladi? We always bo'ladi. We always eat. Okay, shu yaxshiroq. Uchinchisi. My stepsister plays the piano and she knows hundreds of songs. Mening sisterim plays. My sister bo'ladi. My sister plays the piano. Plays the piano. Va deyapti, u mendan xushdan bo'ladi. She biladi, she knows hundreds of songs. 100dan ortiq. Song. Okay, 13th. I think mom have a strong shower. She always have a shower at the time. O'ylashimcha deyapti. I think onam deyapti, dush qabul qilyapti. My mom
is having shower. Dush qabul qilyapti. Chunki har doim shu vaqtda dush qabul qilasizdi. She always have a shower at this time. She always has a shower at this time. 5. My relationship with my sister getting better. Hani o'zimizda mening shu savollar boru. My relationship degan. 1 minut. Shu mening relationship degan. Shunday qilamiz. My relationship o'zi chiqib qoldi. My relationship with my sister. Ukamla sisterim yaxshi ketyapti. Getting better bo'lyapti. 6. I don't believe everything my brother tells me. Ishonmaymanki I don't believe everything that my brother tells me. Man ukam aytgan har bir narsaga ishonmayman. Nima deymiz? I don't believe don't believe everything my bro tells. My bro tells me. Okay, bu mashqani tugatib, nihoyat 35 yil. Va keyin esa 5-mashq. Accept qilamiz. Mana read 6 out of words are in the wrong. 6 xato bor ekan shunda. Topib chiqamiz. Bir joy topamiz. There are 5 of us in my family. My parents and my two sister, my mom is being a teacher. Shu xato. Okay, as well to understand. I don't argue bo'ladi. Chunki always yo'q. Shu getting better bo'ladi. It's coming into my room. I'm telling my mom and it doesn't make. I tell my mom this. It doesn't make any difference. I'm Tim stays with us for a diff days that makes things better. Mashinaga is staying bo'ladi. Vaqtinchalik. No'g'ab ketdi yana. Okay, awesome. Ularni to'g'rilab chiqamiz. Birinchisi mom is being bo'lmaydi-da. Mom is a teacher bo'ladi. Mom is a teacher. Mom is a teacher. Doktor bo'lyapti degan so'z endi eshitishim. Rus tilida nima deydi? Okay. I'm not arguing. I don't argue. I don't Okay. Üçüncü xato qani? Gets bo'lmasa, mana gets versioniga is getting. Getting verse. 3-uchinchisi. I'm telling master, I tell. I'm telling mas.
I tell. Okay, it doesn't make, I'm telling. Okay, beshinchisi esa stays with us. Is it stay emasda? Stay emas. Is it stay? Okay, ko'rdinglar, уже tugadi. Shu kitob ishlab qo'yay teng yarmini. Уже javoblar erta tahlil qilamiz. Biz ishlab oldik. Buni readingni buni ishlab oldik. Juda yaxshi ketdi. Sizlar bilan yana ertaga ko'rishamiz bu kitob bo'yicha. Bundan oldin biza endi nima va'da bergan edim. Albatta grammatika o'tish. O'tamiz grammatika. Faqat mukammal grammatika bo'ladi. Biza eng kichkina bilmaydigan narsani o'tamiz. Bu grammatika bo'yicha. Okay. Okay, it doesn't matter for everyone. Shuning uchun ham biz kirdi. Shu kiramiz. Grammar PDF bor. Birinchi mavzuyimiz ham oh my gosh, qaranglar. Bugun o'tgan mavzuyimiz. Bugun o'tamiz ekan yana. Lekin bu safar boshqacharoq. Present simple and present simple present continuous. Biza u mavzuni endi juda different o'tamiz, different. O'xshamaydigan bir-biriga eng noodatiy o'tamiz narsalarni. Biz uchun yozishimiz kerak prompt. Qani prompt yozamiz. O'zimni alohida chatlab chiqarganman. Jigar. Can you give me prompt to other artificial intelligence? You should say this AI should give us unusual grammar, noodatiy grammar anglashga qonunlarini, rules, such a qaysi ho'kizda which qaysi biz hayotimizda ko'rmagan. We have never seen our life. Such as it does not like this grammar, present simple for general trust. Okay, this from it for the AI. Another AI. Okay. O'zim kirgiztirib, agar yoqmasa promptni yeah. Jigar o'zimiz. Jigar sen ber deymiz. Shu ikki zamonni men eshitmagan
qoidasi. Ya'ni men eshitmagan qoidani ber deyapman. Shu ikki zamonni. Okay. Um, okay. President general trust. No operators. Okay, bize berildi o'zi. Ana ko'ramiz. Davay ketdik. Present simple and word role. Present simple hozirgi oddiy zamon, dunyoviy qonun. Hidden meaning yashirilgan ma'no. Present simple is not just general trust. Ya'ni present simple bu shunchaki deyapti, umumiy qoida emas deyapti. Uning ma'nosi deyapti, these how the word normal apparatus. What does it mean in Uzbek language? Okay. Dunyo odatda shunday ishlaydi. Hey my gosh. Nima demoqchi? Uning ma'nosi u faqatgina general trust haqida emas, balki dunyo bu shunday ishlaydi. U tasvirlaydi, principle shuni tasvirlaydi ekan. Sistemni, odatlarni va fixed behavior patterns tuzatilgan odatlarni things that feel stable or predictable. Va sen deyapti, buni va sen hissiyotlar, qaysi deyapti, umrbod hissiyotlar. Real thinking, haqiqiy o'ylash. Native speaker brain, native speaker miyasi. They don't think grammar tense. Ular deyapti, uni faqatgina grammatikada o'ylamaydi. Ba'zilar o'ylaydiki deyapti, is stable or temporary. Bu uni vaqtinchalik yoki butun umr deb o'ylaydi. Stable degani butun umrmi menimcha. What is that? Internet is good. Barqaror. Butun umr degani bildiradi. Ba'zi insonlar butun umr deb o'ylaydi. Misol uchun, the run rise in the east, natural system of the world. U ya'ni shu aytgani, the sun rise in the east degani, in the east, quyosh esdan chiqadi. Bu tabiiy, dunyoning tabiiy mo'jizalaridan biri. Misol uchun, har kuni maktabga boraman degani ham present simple. Routine system in your life. Bu hayotingdagi routine. Water boils at the 200. Qanaqa qilasizmi? 200 eshitaylikchi. 100 degrees Celsius. 100 degrees. 100% degree ishlaydi. Bu ilm fani qonunlari, ya'ni suv qaynashi 100% da ilm fani qoidalari. Common tomoni shundaki deyapti. Common misconception. Principle bu general trust emas. Umumiy haqiqat emas. Hatto chunki deyapti, it is not just true. It is repeated patterns, stable system, predictable reality. Aytyapti, faqatgina haqiqat emas deyapti. Principle u deyapti repeat action, repeated pattern. Qaytariladigan patternlar. Stable system, barqaror tizim va predictable reality va kelajakni nima deydi? Nuqta qoidasi. Oldini aytib bo'lmaydigan haqiqat. Ya'ni tushundik. Ya'ni eng yaxshi tomoni bu repeated pattern, stable system, barqaror tizim, oldini olib bo'lmaydigan haqiqatlar, real haqiqatlar. Present continuous, temporary reality, rostdan ham vaqtinchalik. Yashirilgan ma'nosi u deyapti hozir sodir bo'lmayapti. Ya'ni principle hozir sodir bo'lmayapti ekan. Uning ma'nosi holat bu davomiy emas, permanent emas, har barqaror emas, u o'zgaryapti. Real o'ylashda native speaker o'ylaydiki deyapti, holat is progress of temporary. Jarayonda yoki vaqtinchalik deb.
Misol uchun I'm studying English now. Men hozir ingliz tilini o'rganyapman. Vaqtinchalik action in progress. He's living in London this year. U bu yil London yashayapti. Not permanent life. Bu umumiy hayot deb bo'lmaymiz ekan uni. Misol uchun the world is changing very fast. Ongoing transformation. Hozir davom etayotgan narsalar. Okay. Common misconception. Present continuous now action only. Faqatgina harakat emas. Uning ma'nosi deyapti vaqtincha harakat, o'zgarayotgan progresslar va develop bo'layotgan trendlar, o'sayotgan trendlar. Real difference B2 thinking uchun stable system repeated patterns fixed reality. Present simple uchun present continuous uchun vaqtincha changing progresslar develop reality. Deep linguistic trick is important. Native speaker don't choose then by the time it choose tense by the feeling or reality. Is fixed or changing, that's it. Speaking power upgrade. I study English. Okay. Xatolarni aytyapti bu. Молодец. Biza ketdik. Endi biz present simple bilan present continuous tushunib oldik. Buni hozir kanalga borib qo'yaman. Kanalga hozir shu bo'yicha kanalga borib qo'yamiz. Kanalga bu yangi qoida, menimcha yangi qoida. Yangi qoida. Yangi qoida. Okay. Okay. Endi yozamiz. Sen menga deyapti bitta qoida berginchi deyapti. Qoida berginki buni hatto mani domlam ham akalarim ham native'lar ham bilmasin. Ular bilmaydigan bir qoida ber deyapti. Qani qanaqa qoida bo'lishi mumkin? Ular bilmaydigan unaqa qoida mavjudmi yoki not available mi? Qani bizga hech kim bilmaydigan qoida degan narsa yo'q. Chunki grammatika sir emas, lekin men senga ko'pchilik bemor bito'g'ishlar ko'rmaydigan narsa o'rgataman. Present continuous ning yaxshi ishlatilishi I'm studying English now, lekin ko'pchilik bilmaydi. Present continuous emotional commentary. Native ba'zan present continuousni faqat xarakter uchun emas, o'z munosabatini ko'rsatish uchun ishlatadi. He always comes late. Oddiy fact. He's always coming late. U bunday bezataman. More example. She's always forgets his care. She's always forgetting. Bu odatda men asabiylashtirishyapti. Fact, shikoyat. Okay. Nega bu kuchli? Chunki bu yerda present continuous hozir bo'lyapti degan emas. Men bu narsaga hissiy munosabat bildiryapman degan ma'no bildiradi. Speaking upgrade. My friend always interprets me. My friend is always interpreting me when I'm speaking. Qachonki men gapiryaptimda, oshnam meni targ'ib qiladi. Jigar manga 5 tadan manga 7 tadan maka savollari ber. Present simple va con haqida. Okay. Boshladik uji. Birinchisi, my brother football every weekend. Man B bo'ladi chunki plays bu barqaror, har kuni takrorlanadi B. Keyingisi the children qara deyapti, bolalar deyapti, o'ynayapti, ya'ni look degan qara degan. Men qaraydi. Hozir davom etayotgan narsaga qaraydi, shuning uchun ham C. 3. I usually men odatda deyapti, drink ko'p ichaman. Drink. Ona ketib qoldi, to'xtaydi.
Aytaylik katta xato qildim deydi. Uzr obunachilar ketib qoldi savolimiz. Shuning uchun ham hozir mm, uchinchi savol nimasida I used to drink va B bo'ladi. Menimcha B. To'rtinchisi uh, why are you working? B bo'ladi. Menimcha bu kunlar juda ko'p ishlayapsan. 5. My teacher Eric gives technology the way people communicate is changing. Is changing. Changing emas shunchaki balance. Okay. Undan keyin 7 savol. More and more people, ko'p va ko'p insonlar are using AI in their daily lives. Use followlayapti. 7-si bo'ladi. Ularga savol bormi akamlarga? Savol. Qancha to'g'ri qilib pisgan yozib yuboradi. Hammasi to'g'ri. Bitta xato ChatGPT are using deb qo'yibman bitta xatoni. More than more bir degani ko'p our strength. Learning bo'lar ekan ularga. Okay. Ikkita xato bo'ldi. Xatoni tahlil qilib qo'yamiz. Sayyor jo'natib qo'yaman ham xatoyu grammatika mavzuni. Okay. Grammar. Okay. Birodarlar, bugun darsimiz tugadi. Bugun darsimizning nechinchi kuni? Birinchi kuni tugatdik. Lazerdan ishladik va grammatika, present continuous'ni o'tdik. Mukammal. Hammalarga